Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugunga mana shu afg'on qo'chqorimiz ham sotuvda. Qo'chqorni boshqachasini go'zalini olaman degan akalarimiz telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bugun videoni oxirigacha ko'rib bittadan like-ni bosinglar. Arzonlari mana shu Navruzbek Uz kanalida. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa akalar qo'chqorni mana bunday tozasidan, liniyaligidan olaman deb yurganmidlaring. Bugun akalar video sizlar uchun xudo xolasa eksklyuziv video bo'ladi. Bugunga liniyali qo'chqorlarda har doim zo'rlarini chiqarib berayotgan akamiz Dilmurod akamizni mini qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolasa bittadan like-ni bosib o'tanga rahmat deb videomizni oxirigacha ko'ringlar. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli arashan qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, Arzonchilar Optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Hop, akalar, bugun hafta kuniga yakshanba 2026-yil 8-mart akalar, xudo xolasa. Bugunga xudo xolasa mana bunday qo'ydi zo'rlardan. O'sha arzonchi akamizni xonadonlaridan xudo xolasa. Assalomu alaykum. Dilmurod aka, siz charchamasdan. Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugunga ham liniyaliklaridan bormi? Liniyaligidan bor, bir dona. Bir dona. Liniyaligi bir dona. Liniyaligi bir dona, qolgani liniyasi yo'q bo'lsa ham Liniyasini bilmaymiz endi qolganini. Ha, qolgani xudo xolasa udorlardan. Bu endi bo'lmasa aka buni ma'lumotlarini beraylik, chiroyli qilib, xalqqa zo'r qilib ma'lumotlarni beraylik aka. Navruzbek bu 4 endi o'tdi qo'y. 4 endi o'tdi. Endi o'tdi mana. Janivor qani? Xudo xolasa rasa sog'liqlarga ishlaydigan payt kelibdi janivor. Hozir qo'shib so'ra, qo'yga qo'shishga tayyor. Hozir qo'shib qo'ysa ham bo'laveradi. Tayyor qo'y qo'shishga. Akalar, xudo xolasa qo'ylaring o'tgan yili ertangi bola bergan bo'lsa, bu yil bolasidan ajratgan bo'lsalaring, xudo xolasa mana mashq qo'chqorni qo'shinglar, janivorni qaranglar akalar. Razrezlari ham o'ta ham zo'r, oyoq kengliklari kelishgan zo'r variantidan, qo'ydi go'zalidan, liniyaligidan olaman deganlarga. Buni xudo xolasa liniyalari ham bor deyaptilar Dilmurod akamiz. Oyoq qo'llari baquvvat, xudo xolasa yuz boshlari toza mana. Quloq joylashuvlari xudo xolasa akalar go'zal. Oldi ko'hraklarini qaranglar. Oldi ko'hraklari ham o'ta ham keng. Oldi ko'hragi ham 35 bag'ida chiqib qoladi aka. Bitta qo'zini bo'yi ekanda ko'hragini endi ham. Juni to'kilib bo'lgan, yangi jin chiqib mana. Mana Junlari ham to'kilib bo'lgan. Juni o'zi tulaydigan variantidan. Bir so'z bilan aytganda nuqsonsiz talabga javob beradigan variantidan olaman degan akalarimizga. Kasteklarini qaranglar akalar, o'ta ham polvon kasteklari. Buni qaranglar. Kasteklari polvon, stakan tuyoq kelishganidan. Oyoq kengliklari zo'r, razrez takansa. Buni bo'ybaslarini nima deymiz? O'lchab ko'rsataman Navruzbek. Bo'ybaslari o'lchab ko'rsatiladi. Aylantirib olamiz ha. Mana akalar. Qo'lingiz olib. 95 chiqyapti aka. 90 plyusga olishaversa. 90 plyusga olishaveradi. Akalar bo'ylari 95 chiqyapti. Lekin 90 dan haqi baland 95 qo'y. 90 plyusga olishaversa. 90 plyusga olaverasizlar. Qo'yni qaranglar, go'zal. Bunday to'g'risini aytganda sal yaqindan oladigan bo'lsam, qo'y telefonga sig'may qolyapman. Uzoqdan qilib beraman akalar. Endi buni sal yurgizib ko'rsatib qo'yaylik Dilmurod aka. Buni aka liniyalari qanday? Buni liniyasi parlament liniyadan. Parlament liniyada berishganmizga buni Navruzbek. Hop, akalar haqiqiy o'zi liniyasi borib bilinib turibdi qo'ydi. Hop, akalar buni liniyasi parlament ekan. Xudo xolasa yaxshi liniyadan, bu ham yangi chiqqan liniyalardan. Dilmurod akamizga ham parlament liniya deb berishibdi, xudo xolasa. Akalar telefon qilib aloqaga chiqasizlar, yangi liniyalardan olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz akalar. 7 ish sog'lomligiga garantiyalari beriladi. Dastavkalarimiz Samarqandgacha bo'ladi. Narx-navolari nima deydi buni aka? Bularni Navruzbek buni bularni aytamiz. Bularni beramiz buni. 1200 dollar ha? Bular 1200 qilib beramiz buni. Ketaveradi ha? Ketaveradi. Lekin qo'y haqiqiy arziydi janob. Hurmatli obunachilar, 1200 dollarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari 95-90 plyusga olaverasizlar. 7 ish sog'lomligidan muammosi yo'q. Qo'ydi zo'ri parlament liniyadan 1200 dollarga. Telefon qilsalaring xayri bor aka, xudo xolasa. Navruzbek uni ozmoz xayrini qilib berasiz. Ozmoz xayri qilib beramiz, ko'p emas. Hurmatli obunachilar, xayr sunnatiga ozmoz o'tib beriladi akalar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga chiqqan qo'chqorni qaranglar akalar. Quloq tashashlari go'zal, xudo xolasa o'ziga yarasha garbonoslari ham bor, chiroyli variantidan. Oldi ko'hraklarini qaranglar akalar. Oldi ko'hraklari ham o'ta ham keng kelishgan, chiroyli, yaxshi narsa janivor. Go'zalidan olaman, zo'ridan olaman. Eng qizig'i o'sha arzonchi Dilmurod akamizdan olaman degan akalarimizga xudo xolasa.
Hop, akalar mana oyoq kengliklari. Dilmurod aka endi buni ma'lumotlarini beraylik aka. Videomizni ko'p cho'zmasdan chiroyli qilib video qilaylik aka, xudo 10 xolasa. oylik qo'zi Navruzbek. 10 oylik qo'zi. 10 oylik qo'zi mana bo'ylarini o'lchab ko'rsatadi. 10 oylik qo'zi. Bo'y bastlari har doimgidek mana o'lchab ko'rsatiladi. Kelar 85 plyusda aka. 85 plyusga olishaveradi. 85 plyusga olaverasizlar akalar. Qo'ydi, lekin haqiqatan chiroyli kelishgan. Mana bunday akalar. Razrezlari ham bor, go'zal variantidan akalar. Qo'ydi, qaranglar. Oyoq kengliklari zo'r, o'ta ham zo'ridan. Chiroyli. Bir so'z bilan aytganda puli arzon, o'zi chiroylisidan bo'lsin degan akalarimizga. Polvonidan haqiqiy jonivar. Xudo xolasa qo'ydi yaxshi. Ozodbek sal surilib olasiz, qo'ydi yuzini quyoshda bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar qo'ydi yuzini qaranglar. Yeb-icharlari, qo'yga qarashlari ham zo'r. Qo'yga qarashlari ham zo'r, xudo xolasa. Lekin bir tejab keyin qo'shishaveradi, ilojini boricha. Hozir qo'shsa ham bo'laveradi, lekin qo'yga qarash haqiqiy zo'r jonivor. Qo'yga qarashlari ham zo'r. Yedish sog'lomlikka umuman muammosi yo'q. Bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati bor akalar. Qo'ydi, lekin haqiqatan go'zali, chiroylisi yaxshisi akalar. Bir so'z bilan aytganda puli arzon. Arzon chiroylisidan. Dilmurod aka, buni endi aylanib kelib yana narxiga to'xtalamiz. Narxlarini nima deymiz aka? Buni Navruzbek 8 millionga dastlabki ichida ketaveradi. 8 million so'mga ketaveradi. Hop, hurmatli obunachilar, 8 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilganga xayr sunnatiga o'tib beramiz. O'tib beramiz ozmoz. O'tib berasiz. Xudo xolasa akalar Samarqandgacha ketaveradi. Telefon qilganga xayr sunnatiga o'tiladi. Qo'ydi, lekin haqiqatan go'zali bu ham. Jonivorni qaranglar, o'ziga yarasha garbanoshlari bor. Xudo xolasa yaxshi sog'liqqa qo'shsalaring ertadan keyin ketidan tushgan bolasi ham normalni bo'lib tushadi. Bo'lmasam akalar biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Qo'ydi yuruvlari ham o'ta ham boshqacha ekan akalar. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga ham xudo xolasa o'zi chiroyli, puli arzon variantlardan. Xudo xolasa akalar bugun videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib, Dilmurod gap yo'q, gazini bos, Navruzbek bloger gap yo'q deb bittadan akalar like-ni bosib, komment iliq fikrlaringni bildirib tursalaring, qo'ydi narxi bugun arzon bo'laveradi. Nimaga aka arzon chakamiz yon akaganmiz. Ham desa xudo xolasa Navruzbek qo'ylab bu safar o'zimga ham arzon keldi. Obunachilaringizga arzon qilib jo'nataman. Xudo xolasa jo'natib chiqarib beraman dedilar. Hammasi arzon. Hop. Buni endi yoshlari qanaqa aka 3-partiyamizdagi qo'chqorimiz? 9-10 oylik qo'zi bu ham. Bu ham xudo xolasa urug'likka birdek bo'laveradigan variantida akalar. Urug'likka o'zi hammasi. Hammasi urug'likka. Oldi ko'raklari ham o'ta keng ekan jonivorni mana. Qaranglar akalar. Oldi ko'raklari keng, oyoqlari stakan tuyoq kelishgan. Orqa oyoq kengliklari akalar. Orqa oyoq kengliklari, quyruqlari xudo xolasa joylashuvlari yaxshi. Mana bunday bel tekisliklari hamma tomonlama zo'r. Bo'ybastlarini nima deymiz aka? Endi buni bo'ybastlarini o'lchaymiz, xudo xolasa. Hammasini o'lchab berilib, keyin videoda ham o'lchab beringlar deyshadi. Ha, to'g'ri aka. Mana yerdan qo'yilyapti. 85 plus 85 ga olishaveradi, xudo xolasa. Akalar 85 ga olaverasizlar, bo'ybastlarini qo'ydi, go'zali, chiroylisi, zo'r, xudo xolasa. Endi buni yedish sog'lomligi ko'rinib turibdi. Yeb turibdi, kafolatlari beriladi. Hammasi baribir. Bir hafta kafolatlari ham beriladi. Akalar behijolat qo'yib qo'shishaveradi. Ehtiyot shart Dilmurod aka qaysidir videoda misol uchun yo'lmasa qaysidir partiyada garantiyasini aytmay o'tib ketishimiz mumkin-ku 7 ishchini. Xotirjam telefon qilishaveradi, chiqqan qo'yning garantiyasi bor. Garantiyasi bilan sotiladi. Hamma qo'y garantiyasidan sotiladi, xudo xolasa. Kerak qo'ydi qaranglar. Biz Navruzbek qo'yladi bor. Tavsiya qilaman lekin. Lichinalargacha qilib qo'yganmiz, lichinalarni hammasini. Hammasini, xudo xolasa. Ishonarli. Qo'yilgan, ishonarli. Buni endi aka narxini necha pul qilib beramiz oxiri bo'ladiganini? 7,5 ming dastavkasi ichida ketaveradi. 7 million 500 ming so'mga. 500 ming so'mga. Hurmatli obunachilar, 7 million 500 ming so'mga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Ozmoz xayr sunnatiga ham o'tib beriladi. Qo'ydi haqiqatan go'zali, chiroylisi. Bo'lmasam akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ydi zo'r, xudo xolasa. Bittadan like-ni bosib qo'ysalaring, bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, 4-partiyalarimizga xudo xolasa mana bunday quloq joylashuvlarini qaranglar akalar. Quloqlari ham xudo xolasa o'ta ham go'zal joylashgan. Rangi ro'ylari, sifati akalar, kачествоsi xudo xolasa chiroyli qo'chqordi. Qo'chqormi o'zi bu Dilmurod aka? Qo'chqor. Bu ham qo'chqor xudo xolasa. Quloqlari 21 Navruzbek. Quloqlari 21 o'lchangan, ha? O'lchangan, ha. Akalar xudo xolasa quloqlari 21. O'sha eritnoy sortga o'tib qolgan pashti xudo xolasa. Jonivorni go'zalini olaman degan akalarimizga. Mana akalar orqa ko'rinishlari xudo xolasa hamma tomonlama kelishgan, yaxshi narsa. Buni xudo xolasa kullasigandan keyin bitta jo'nini qirib olib qo'ying, yaltirab go'zal bo'lib o'sib chiqadi xudo xolasa. 9 oylik qo'zi Navruzbek. Bu ham 9 oylik qo'zi. 9 oylik qo'zi. Bo'ybastlari qanaqa aka buni? O'lchab ko'rsatamiz mana. Bo'ybaslarini o'lchab ko'rsatamiz. Mana akalar bo'ybaslari xudo. Mana.
85 balandroq aka. 85 ga olaveradimi bu ham? ham Akalar, o'xshaydigan narsa. xudo xolasa 85 ga olaverasizlar. Qo'ydi go'zali, yaxshisi akalar, quloqni qaranglar, uzunligini jonivor. Shalpan qulog'idan olib boqaman degan akalarimizga. Qo'ydi, xudo xolasa olinglar. Nurmat akamizda o'sha har doim arzon chiqaradilar, o'zi bu safar har doimgidan ham arzon chiqyapti. Bittadan laykni bosib, laykni qizartirib ketinglar, narxini buni xudo xolasa hozir yo'lida qilib qo'yib beriladi. Ro'za-oy Ramazonda qilayotgan mehnatimizni qadrlab, bittadan laykni bosganga xudo xolasa qo'ylar arzonadi Nurmat aka. Arzon hammasi xudo yengil qilib chiqarib beraman O'zbek. Narxlari qanday bo'ladi aka endi buni? Buni 7,5 ga xayri qilib beraman O'zbek. 7,5 ga xayri bor a? 7,5 ga xayri qilib beraman buni. Bundan oldingisini ham 7,5 qo'ydik a? Ha, uni ham xayri qilib beraman O'zbek. Aka buni 7,5 emas, 74 qo'yib 74 emas, 72 ga dastlabkichida ketaveradi bu. Bu ya? Ha, 7,200 ming dastlabkichida ketaveradi. 7,200 mingga. 7,200 mingga ketaveradi. Oxiri. Oxiri. Mana akalar, xudo xolasa o'tadigan joyini videoda o'tib yordilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 7,200 ming so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bittadan laykni bosganga xudo xolasa yana o'tib beriladi. Mana akalar, men talashib tortishgandan ham arzon qilib beryaptilar. Xudo xolasa Dilmurod akamiz, bo'lmasamiz keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Bittadan laykni qizartirib turinglar. Qo'ylarning narxi bekor hisob chiqyapti. Hurmatli obunachilar, navbatdagi partiyamizga, ya'ni 5-partiyamizga mana bu razrezlarini qaranglar akalar. Dakansa razrez, oyoq kengliklari zo'r, bel tekisliklari, keyin mana bu sifatiga bir martadan ahamiyat beringlar akalar. Simjunidan kelishgan tozasini olaman degan akalarimizga xudo xolasa. Qo'ydi akalar, olyapsizmi? Hamma tomonlama qarab oling. O'shaning uchun akalar, obunachilarimiz nimagaki masofadan turib olasizlar. O'shaning uchun mana oyoqlari, hamma tomonlama oldi, ko'kraklari, yuzvoshlari, yoshini bir ko'rsatib o'tib ketaylik. 8 oylik bu Navro'zbek. 8 oylik. Bo'ldi aka. Mana egiz tumorlari ham bor. Hamma tomonlama ko'rsatib o'taman. Mana shu mehnatlarimizni qadrlagan holatda akalar bittadan laykni bosib qo'yinglar. Hop, Dilmurod aka buni yosh oyliklari 8 oylik. 8 oylik. Bitta bo'yni o'lchab ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ybaslarini o'lchab ko'rsatiladi akalar mana. Endi 8 oylik nisbat ko'rsatgan narsa bo'yni o'lchab Bo'ybaslari o'lchab ko'rsatilyapti. 85 ga ozgina yetar yetmas bo'lib 80 plyusga olishadi Navro'zbek. 80 plyusga ham olaverasizlar akalar. Qo'ydi qaranglar, lekin haqiqatdan ko'rganda odamga yoqadigan narsa ekan. Qo'y haqiqatdan go'zal kelishgan. Qo'ydi qaranglar. Bittadan laykni bosib qo'yinglar akalar, mana shu qo'yimizga xudo xolasa narxi ham yo'lida bo'ladi. Dilmurod aka endi buni yedish sog'lomligiga garantiyalari bor-a? Bor bir hafta. Narxlarini necha pul qilib beramiz aka buni? 7 millionga xayri qilib beraman Navro'zbek. 7 millionga. 7 millionga o'tib beraman buni. 7 millionga xayr sunnatiga o'tib beriladi akalar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa akalar bittadan laykni bosib qo'ysalaring, mana shunaqangi obuna ham bo'lib qo'ysalaring, mana shunaqa arzon qo'ylar chiqqanda akalar o'tkazib yormaysizlar. Jonivor kichkina bo'lsa ham baquvvat jarvar. Lekin Dilmurod aka orqalari ham o'ta ham kelishgan, chiroyli narsa ekan aka. Yoshiga nisbatan o'zi. Bundan keyingi ham partiyalarimiz bormi aka? Bor, yana 2 dona qo'chqorimiz bor. Bundan keyingi ham akalar 2 dona qo'chqorimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar. 7 millionga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ydi zo'ri akalar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi partiyamizga, ya'ni 6-partiyamizga mana yeb ichishini qaranglar. Afg'onda go'zalini, yaxshisini olaman degan obunachilarimiz bormidi? Xudo xolasa akalar, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bugun ishlaring bitadi. Jonivorni qaranglar, oyoq kengliklari keng, dumba da razrez yo'q, o'zi Afg'onda razrez bo'lmaydi akalar. To'g'risi, arashanga chachishtirsalaring keyin razrez chiqishi mumkin. Afg'onda razrez bo'lmaydi, lekin quyruq joylashuvlari, dumba joylashuvlari yaxshi akalar. Mana oyoqlarini qaranglar. Istagan tuyoq akalar, mana istagan tuyoq, xudo xolasa. Oldi ko'kraklari ham keng, toni ham chiroyli. Arashanda haqiqiy elit, hop, arashan deyman akalar. Afg'onda akalar elitnoy variantdan. Hadi faqat asosan arashan chiqarganimizga aka Afg'onga til kelishmayapti. Afg'onda akalar mana hamda elitnoydan olaman degan akalarimizga. Buni aka yosh oyliklari qanaqa? 7 oylik Navro'zbek. Yosh oyliklari akalar 7 oylik. Bo'y baslarini bir o'lchab ko'rsatilamizmi? Bo'y bas o'lchaymiz. Mana akalar bo'y baslari o'lchab ko'rsatiladi, xudo xolasa 80 baland. 80 plyusga olishsa Navro'zbek. Plyusga olaverasizlar akalar. Lekin afg'on qo'yimiz haqiqatdan chiroyli narsa ekan. Akalar qaranglar. Bilsalaring, akalar afg'onni arashanga tortgani bo'ladi. Bunaqa darajada oq yuz, oq, chiroyli bo'lmaydi akalar. Bu nima desa bo'ladi? Malashniy rang, xudo xolasa chiroyli, go'zal. Dilmurod aka, endi buni Mahtabog'animiz bilan
Obunachilarni ham baribir o'zini fikr xayoli bor ekan. Buni narxini nima deymiz? Buni 6 million 800 mingga dispetchida ketaveramiz. 6 million 800 mingga afg'on qo'yamiz. Afg'on qo'chqorimiz. Xudo xolasa akalar afg'on qo'chqor 6 million 800 ming so'mga nima deyapti? Telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga xudo xolasa mana bunday qo'ydi, chiroyli kelishgan akalar. Jonivorni qaranglar. Xudo xolasa zo'ridan olaman degan akalarimizga mana qaranglar, oyoq kengliklari kelishgan, quyruqlari zo'r, hamda esa uzun, gazi uzun akalar. Oldi ko'hraklarini qaranglar. Oldi ko'hraklari ham o'ta ham kelishgan, mana bunday akalar. Qaranglar, stakan tuyoq variantidan. Murat aka, endi so'nggi partiyamizda cho'zmasdan ma'lumotlarni beraylik aka. Bo'ybastlarini nechiga beramiz aka? O'lchab ko'rsatamiz buni ham. Bo'ybastlar akalar har doimgidek o'lchab ko'rsatiladi mana. Mana shunday qo'yavering bo'ldi. Mana akalar 85 baland. 85 ga olishaveradi. 10 oylik qo'zi bu ham Navruzbek. Bu ham 10 oylik qo'zi. Akalar bu. yosh oyliklari 10 oylik qo'zi. Xudo xolasa oldi ko'raklari zo'r mana. Bunday egiz tumorlari bor variant. Buni qaranglar, go'zalidan. Murat aka, endi buni videoni cho'zmaylik dedim. U narxlarini nima deymiz? Ehtiyot shart qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa, obunachilarimiz telefon qilib so'rab olishaveradi aka. Aloqa chiqishaveradi. Endi buni narxlarini nima deymiz aka? 8 millionga dastavkachida ketaveradi. Dastavkasi ichida ketaveradi. Hurmatli obunachilar, 8 million so'mga dastavkasi ichida ketaveradi akalar. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bugungi akalar videolarimiz mana shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha bittadan like-ni bosib Navruzbek Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shunday qo'yiladi. Qidirib yurgan tanish-bilishlarga podpis qilib jo'natib qo'yamiz.